Assalomu alaykum hurmatli guruhi. Bugun sizlarga bir keys bilan ulashmoqchiman. Ya'ni bemorimiz keldilar. Opajon, birinchi kelganingizda nima bezovta qilgan edi va hozir qanaqa o'zgarishlar bor o'zingizda? O'zimda birinchi kelganimda oyog'imda shishlar bor edi. Hozir qurirdi, taqir achchiq bo'lardi. Hozir o'sha taqir achchiqlik ketdi. Oldingidan ancha yaxshimi, ancha tetikmi. Lekin oyog'imning hishlari ancha ketdi, lekin hali juda unaqa ketmadi. Yaxshi. Ishtaha qanaqa, ichki kelishlar qanaqa, uyqu qanaqa? Uyqu yaxshi. Uyqu yaxshi. Ishtaham ham yaxshi. Ichim yaxshi, mana shu dorilarni ichganimdan beri ichim yaxshi. Oldin kalit edi. Yaxshi. Hurmatli kollega, bu bemorimizga biz osteoporoz, gipergamosistemia, nerovaspoliniya, xronический pielonefrit deb qo'yganmiz. Buyrakdagi tahlillar yaxshi emas, baribir ham basseynlarda cho'milibdilar, o'qibdilar, bo'qibdilar, mayli. Asosiysi, demak, gamosistein birinchi kelganlarida gamosistein haqida ma'lumotlar bor. Bu qon tomirining yemirilishi, qon tomirida jarohatlanishi, insult, infarktga moyillikni bildiruvchi markor hisoblanadi. Gamosistein birinchi kelganlarda mana 15/3 bo'lgan va ayni damda hozir 13/2 bo'lgan. Lekin bu ham norma emas. 7 dan yuqorisi o'sha patologiya hisoblanadi. Ya'ni ham pastga tushirish kerak bo'ladi. Mana o'tgan safargi analizlar ko'ryapsizlarmi? Deyarli sog'ib bo'lmagan. Birinchi etap lecheniyadan menga kerak bo'lgan narsa gamosistein bilan va NSA. Ya'ni o'tgan safar ko'ryapsizlarmi? NSA 28/1 chiqqan. Bir kurs lecheniyadan keyin o'lchatdim. O'sha bu idealga tushgan mana 11. Ancha pasaygan alhamdulillah va vitamin D 36.9 bo'lgan. O'tgan safar vitamin D lari 4.47 bo'lgan mana. Ko'ryapsizlar, demak ancha ulучшение bo'lgan bemorda. Bu birinchi etap lecheniyalar edi va o'zim uchun buni qildirdim. Qanaqa o'zgarar ekan, bittali etapda bemorda qanaqa effekt berar ekan deb qiziqib qildirdim. Xo'p, lecheniyamiz davom etadi. Xudo xolasa, endi bu yerda bitta narsani e'tibor qaratishni xohladim. Qaranglar, mana vitamin B9 bilan B12 normadan balandroq bergan. Chunki metil folat bilan davolaganman va bu yana qachon bo'ladi? Qachonki ichakda sigir parazitoz bo'lsa ham bu ortiqcha miqdorda bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kunda ayni damda bu metil folatning hisobiga bo'lyapti. Davolanishni davom ettiramiz bemorimiz bilan. Sizlarda ham shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.